Nuri, sanichi lapki, noodatiy. Xamir. Uni solamiz. Sливочный maslo. Qorib olamiz. Un bilan yog'ni. Mana shunaqa qilib yog'ni yaxshilab aralashtirib oldik. Tuxumni sarig'ini solamiz. Tuxumni sarig'i, shakar, smetana qabartma. Aralashtirib, mushlab olmaymiz. Mana shuna qo'l bilan aralashtiriladi. Xamirimizni stretchlab, yarim soatga tindirib qo'yish. Tuxumni oqini pechonyemizga ko'pirtiramiz. 2 stakan shakar solamiz. Tuxumni oqimiz 25 grammni bo'lib oldik. Xamirlarimizni yong'oqcha kattaligida bo'lishi kerak. 50 ta dona chiqdi. Yoyganmiz, ko'rishlaringiz mumkin. Piyoladan sal kattaroq yoyganmiz. O'rtasiga tuxumni oqi bezaydi. Solamiz va chiroyli qilib tuyamiz. Tuyilish jarayonini ko'rib olinglar. Juda ham oson. Samdek qilib ko'rsatib beramiz. 130 gradusda 40 minut davomida pishirib olamiz. Lapkilarimiz pishib chiqdi. Endi pudralaymiz.